Onash. Shohrux aka, magazinga chiqib kelsam bo'ladimi? Sardor uka uyda bo'lsa birga chiqib kellaring faqat. Xo'p, bo'ladi. Begim, SMS tugamagan bo'lsa yozarsiz. Xotinni havola olib qo'yaylik. Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalish. Ajdariami? Yetdimi uydaman. O'rtoq qo'ymay tur, yigitim qotdi. Xo'sh, Shohrux aka. Kim bilan gaplashyapsan? Voy, o'rtog'im bilan gaplashyapman. Davay tez konferensiya qil. Hozir. Alo, Munavvar, xodivorgin. Shohrux aka men bilan gaplashyapti. Xavotir olmang. Bo'pti, bo'shatdi, siz qolmang keyin. Xo'p. Nima qilsan o'zi mehribonim? Ishda o'ylanib bo'ldim. Hozir ovqat qilyapman. Yaxshilab o'rganib turganda, bizaniga kelsang qiynalmaysan. Xo'p bo'ladi. O'zi Oyjon bilan Adajon nima ovqat yaxshi ko'radilar? Oldingda kim? O'rtog'im kelgan ekan, yigiti bilan urushib qopti. Hamma ham sizdek yaxshi bola emas-da, Shohrux aka. Xohlasangiz o'zimga o'xshagan yaxshi o'rtoqlarim bor. Yo'q, kerak emas. Hech kim bilan sevishmay tinch yashamoqchiman. Voy. Dugonangdami chorloq, Jinnimisiz? Ne unaqa deysiz? onasi hozir yoningda bo'lganda shatta olganda bor, quchoqlab olgan. Jinni bo'lmang. San nima qilgan bo'larding? Men sochlaringiz yo'q, endi qurtib qo'ygan bo'lardim. Demak, ana to'ydan keyin oyog'im yuvishga o'rganmaysanmi? Voy, ne unaqa deysiz? O'zim issiq vannala qilib qo'yaman. Alikam o'zimni. Anunda etudimmi, sinfdoshimni to'y bo'lyapti deb, o'shani aylanishiga borsam bo'ladi. Nima? Faqat to'yga borasan deganman senga. Aylanish yo'q. Voy, hamma qizlar boryapti-yu, men ham boring. Sen gap qaytaryapsanmi menga? To'yga ham bormaysan. Yevneyni seni. Ne so'kvoz? Короче, bor senga. Shohrux aka. Oling. Qilay. Ko'taring, iltimos. Gaplashilmaydi deyman sen bilan. Da. Meni kechiring, to'yga bormayman. Boraver, sen o'sha yigiting yo'q. Chizgan chizg'ingizdan chiqmayman, bormayman to'yga. Yaxshi ko'rasanmi o'zini? Nima ha? Ha, sevaman. Kimni? Siz